tamom jamoa, jasur turba zavrlar, barchaga yordam berar. Qutqarishga shay'unlar, do'stlar bo'lsa yoningda, bari oson bo'lar. Boshingga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba zavrlar olg'a, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olg'a, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olg'a, yordamga ucharlar. Qutqarishga shay'unlar, sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olg'a. Afsus, anchadan beri yomg'ir yog'mayapti. Gullar ham so'lib qolyapti. Bujon, bulutlarni qarang. Yomg'ir yog'ishi aniq. Oho, shunchaki yomg'ir yog'maydi. Haqiqiy jala quysa kerak. Petya, Katya, darhol uyga kiringlar. Avval hamma olmalarni terib olishim kerak. Haqsan, mana ketyapman. Nima bo'ldi? Momaqaldiroq oddiy bir ovoz-ku, undan qo'rqish kerak emas. Lekin chaqmoq esa bu umuman boshqa narsa. Chunki chaqmoq boshqarib bo'lmaydigan elektr energiyasi. U yong'in keltirib chiqarishi yoki odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Buni darsda o'rganganmiz. Nazarimda yomg'ir to'xtaganga o'xshaydi. Yur aylanamiz. To'xta, adashmasam o'rmonda nimadir yonayotganga o'xshaydi. Qani? Ana qara, shu atrofga chaqmoq tushgan edi. Bujon, o'rmon yonyapti. Hoziroq o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qilaman. O't o'chiruvchilar kelgunigacha yong'inni to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin o'zimiz uddalay olarmikimiz? Shuning uchun hamma umidimiz do'stlarimizdan-da. Yong'inni o'chirishda bizga yordamingiz kerak. Bu juda qiyin topshiriq. Ha, qiyin, lekin biz uddasidan chiqamiz. Mana bu yerda ko'l bor. Ariqni mana bunday qazib, uni suv bilan to'ldirsak, olov narigi tarafga o'tib ketmaydi. Sen rejang ish bermay qolsa-chi? Olov shaharga yaqinlashib qolishi mumkin. Odamlarni ogohlantirish kerak. Siz dov bilan birga qo'shnilarni ogohlantiring, evakuatsiya qilish kerak bo'lsa tayyor turishsin. Biz esa ariq qazishni boshlaymiz. Turbazavrlar olg'a! To'rbul, sizlar ariq qazishni boshlang. Sen bu tarafdan, sen esa narigi tarafdan. Bu yerda qurigan shox-shabalar ko'p ekan. Agar birortasiga olov uchquni tushsa bormi? Trak, qurigan shox-shabalarni yig'ib chiq. Anki, sen yog'ochlarni olovdan uzoqroqqa olib o't. Men nima qilay? Sen esa yuqoridan olov qaysi tarafga qarab ketayotganini kuzat. Shamol biz tarafga qarab esyapti. Olov juda yaqin, shimoliy sharqda. Qayerda deding? Trak chalg'ima. Rahmat, Katya. Har ehtimolga qarshi kerakli buyumlarni tayyorlab qo'yaman. Biz eng kerakli narsalarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yolg'on degan. Men hali olmalarimni terishga ham ulgurmaganman. Mayli, nima ham qilardim. Sen esa hammani ogohlantirib yuribsan, barakalla. Barakalla qizaloq. Yashavor.
Bu har ehtimolga qarshi yong'inni o'chirishga ulgurishimiz ham mumkin. Yashasin! Biz uddaladik! Chunki biz bir jamoamiz. Do'stlar jamoasi. Qanday tasvirlar, qanday ajoyib tasvirlar. Olov, tutun, hammangiz ariq qazyapsiz. Ha? Faqat men yetishmayapman. Ha, axir sen suratga olayotganding. Ha, shunaqa. Ana o't o'chiruvchilar keldi. Hozir olovni o'chirib qo'yishadi. Ulgurishim kerak. Men ikkita yeyishim mumkin. Bemalol yeya olaman. Men esa 3 tasini. 3 ta ananas qorningga sig'maydi. Yo'q, men bo'lib yeyman. Masalan, bir hafta. Afsuski, bittagina edi-da. Juda shirin ekan. Nima u? Shirinmidi? Bitta xolosmi? Ananas deyapman. Buvim olib keldi. Shunaqa sabzavot bor yoki meva? Ananas bu meva, tropik o'simlik. Internetda shunday yozilgan. O'zim o'qidim. Meni ham yegib kelyapti. Meni ham. Ha, hammamiz xohlaymiz. Lekin ananas endi yo'q. Xo'sh, u qayerda? Biz yeb qo'ydik. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Sizni qarang-ku. Menda bir g'oya bor. Ananasimizning tepa qismi qolgandi. Uni ekib, yangi ananas yetishtirish mumkin. To'g'rimi? Tepa qismi? Qani, bo'linglar tezroq ekaylik unda. Bizda ananas o'smaydi. Bunga qulay sharoit kerak. Ay. Unda sharoitni yaratamiz. Ha? Issiqlik va ko'p suv kerak. Biz issiqxona quramiz. Ha? Bu qirol Leopold II saroy issiqxonasi. Undan nusxa olsak bo'ladi. Bu axir butun bir saroy-ku. Xo'sh, nima bo'pti? Leopolddan qayrimiz kam. Haykallar ham o'rnatamizmi? To'nka ustiga trakni turg'izib qo'ysak, haykaldek turaveradi. Ahmoqona gapni qo'yinglar. Haykal o'rnatish shart emas. Saroyni zamonaviy ashyolardan quramiz. Metal quvurlar, oyna kerak bo'ladi. Ularni qayerdan olamiz? Yaqinda shaharchamiz chetida yangi uy qurishdi. U yerda anchagina qurilish chiqindilari qolgan. To'g'ri, buvim bularni qachon chiqindixonaga olib ketishadi deb aytayotgandi. Mana biz yig'ib olamizda ananas yetishtiramiz. Ha? Turbazavrlar, olg'a! Qiziq. Tovota g'alati desa ham bo'ladi. Rak, sinchlarni tayyorla. To'r, yerni kovlab, ko'lga qarab o'ra qaziysan. Trak u yerga quvurlarni yotqizadi. Ular sug'orish uchun kerak bo'ladi. Turbazavrlar, olg'a! O'ngroq, chaproq, o'ngroq. Ha, ana shunday. Ofarin! Men-chi? Meni ham foydam tegishini istayman. Boshqaruv punkti bo'lasan. O'ngroq. Ha, endi to'g'ri. Bizni yuqoriroq ko'tar. Aha. Trak, endi bu yoylarni yerga suqish kerak bo'ladi.
Ko'l tomonga ariq qazi. O'simliklarga suv kerak. Ajoyib. Va nihoyat bitdi. Qoyil! Biz uddaladik. Yashanglar! Xo'sh, ananasni qachon ekamiz? Shu bugunoq ekanmiz. Ananas qachon pishadi? Ertagami? Xo'sh, Yo'q, Zar. Sabr qilishga to'g'ri keladi. mayli. Sug'oraman, parvarishlayman va sabr qilaman. Kelishdik. Kimnidir qadam tovushlarini eshityapman. Berkiramiz. Bu nima? Bu go'zallik qayerdan kelib qoldi? O'zimiz ham bilmaymiz. Kelsak turgan ekan. Egasi yo'q shekilli. Egasiz bo'lsa juda yaxshi. Ananas yetishtiryapsizlarmi? Men esa pomidorlar ko'chatlarini olib kelaman. Joy yetarli ekan. Hozir. Ana xolos. Endi pomidorlarni ham sug'orishga to'g'ri keladi. Ular ham ananasdek shirin bo'ladimi? Qoyil! Men dunyodagi eng zo'r darvozabonman. O'yin hali tugamadi. Koptok qani? Qochib ketdi. Uni izlagani kim boradi endi? Darvozabon darvozani qoldirib ketishga haqqi yo'q. Koptogingizni men olib kelaman. Oy. Salom. Sen kimsan? Tobik, yonimga kel. Bu yerga odam kelyapti. U yolg'iz emasdi. Turbozavrlar, yashirining. Xayrli kun, Stepan Petrovich. Salom bolalar. O'rmonda mashinalar juda g'alati. Bu yerda nima qilyapsizlar? Opamga qanday futbol o'ynash haqida tushuntiryapman. Tabiiyki ortimdan. Bu yerda hech qanaqa qiziq narsa yo'q ekan. Namuncha kelayapsan? Yura qol uyga. Hali veterinarga borishimiz ham kerak. Bo'ldi, ular ketishdi. Senga nima bo'ldi, Anki? Nima, sen Tobikka do qanchalik yoqib qolganini ko'rmadingmi deyman? Nega hayron bo'lasizlar? Axir barchangizdan ham eng chiroylisi o'zimman-ku. Shoshmanglar, menchi. Mana qaranglar. Qanotlarim, mushaklarim bor. Veterinarga bordingizmi? Tobik qani o'zi? Qochib ketdi. Qanaqasiga? Shaharda mototsiklni quvlab ketdi. Men ham ortidan yugurdim. Uni chaqirdim, u esa baribir qaytmadi. Uni topishimiz shart. Albatta sizlarga yordam beramiz. Bundan shubhangiz bo'lmasin. Nimadir bermoqchimisan, Tor? Shaharda ko'chalar ko'p-ku. Menimcha uni topish uchun tarqalib izlashimiz kerak. Sen haqsan. Turbozavrlar olg'a!
kubikni topa olmadik. Axir u yo'qolib qoladi-ku. U juda kichkina. Shahar esa juda ham katta. Eshityapsizlarmi? Ovozi pastdan eshitildi. Balki u quduqqa tushib ketgandir. Bulvator, yerni qazinglar. Anki, sen qurni ko'tarishing kerak bo'ladi. Trak, sen esa Tobitni ehtiyotkorlik bilan tortib olasan. To, sen esa yorug'lik tushishi uchun fonarlaringni yoq. Turbazavrlar olg'a! Hamma ish bilan band. Men haqimda esa unutib qo'yishdi. Men ham ularni boshqarib turishni xohlayotgandirman balki. To'g'ri ko'tar. Ehtiyot bo'l. Mana shunday bo'lar ekan-ku. Diqqat, esdalik uchun suratga olaman. Kuchuk dinozavrning do'sti. Turadigan vaqt bo'ldimi? Biz shaharga ketyapmiz. Birga borishni xohlaysizlarmi? Men jon deb boraman. Hech qachon shaharda bo'lmaganman. Aytishlaricha, u yer juda qiziqarli joy ekan. Mumkin emasdir. Shaharda nima bor? Sen juda bahaybatsan. Bahaybat va juda beso'naqay. Menda bir g'oya bor. Imkonsiz ishni o'zi yo'q. Trak dinozavrlar muzeyining eksponati qiyofasiga kirib biz bilan borish mumkin, to'g'rimi? Yashasin! Men muzey eksponati bo'laman. Yo'q, unday emas. Balki shaharga yetgunimizcha trekni o'zi yura qolar, ha? Trek band. U eksponat rolini mashq qilyapti. Davom et. Balki mana bundaydir, ha? Xuddi yugurayotgandek. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'zlaring tabiiy chiqmayapti. Ha. Bu boshqa gap. Yo'lda davom etamiz. Ana, mashina yuvadigan joy. Agar hech kim bo'lmasa suv ichib olish mumkin. Juda saq. Muzdekkina suv ichib olsak qaniydi? Juda saq. Faqat ko'piga ko'p ekan-da. Hammasi qilyapman. Juda zo'r, faqat ko'piga rostdan ham ko'p ekan. O'ngga qaranglar. Qarshingizda oziq-ovqat do'koni, chap tarafingizda esa pochta. Bu esa yo'lchiroq. Pochta! Yo'lchiroq! Rahmat bolalar, sizlarsiz bu shaharni ko'rmagan bo'lardim. Jim bo'l. Hayır. Bu yerda yangi uy qurishyapti. Bugun yakshanbaliga uchun hech kim yo'q, lekin biz u yerga bormaymiz chunki bu xavfli. Muzey uchun eksponat. Qo'lingizni tekkizmang. Qitig'i bormi deyman, ha? Men umuman hech narsadan qo'rqmayman. Yo?
Baba. Voy, kechirasiz. Buni xohlamagandim. Ey manilik! Voy! Gapiradigan eksponat odamlarga tashlanyapti. Ustingizdan arz qilaman. Faqat chiqib olishimga yordamlashinglar. Iltimos. Anki, bu yoqqa kel, iltimos. Voy! Kabinada hech kim yo'q-ku, lekin kran yuryapti. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Voy, hozir kran qulaydi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Anki, ilmog'ingni tashla. Tor, tirgaklarni o'rnat. Trak uni tutib ol. Zar, yukni nazorat qil. Qani olg'a turbo zavrlar. Ehtiyot bo'l, Trak! Ogohlantirganing uchun rahmat. Turbozavrlar, uch deganda tortamiz. Hamma birgalikda. 1, 2, 3. Juda yaxshi uddaladik turbozavrlar. Endi uyga qaytamiz. Yana chaqab ketdim. Balki mashina yuvadigan joyga kirib o'tarmiz, ha? Voy, kelyapti, voy. Lasayam qursa. U markazdan zarba beryapti. Koptok Trakka o'tdi. U ham zarba berdi. Lekin Koptok darvozadan o'tib ketdi. Shu bilan o'yin tugadi. Ana bo'lmasam, eng qiziq joyga yetgandi-ya. Yuringlar, Koptokni izlaymiz. Topsak o'yinni oxiriga yetkazardik. Hey, men topdim. Ortimdan yuring. Hamma ortimdan. Voy, buncha shirin bo'lmasa ya. Fikringga qo'shilaman, lekin tipratikanlar bilan futbol o'ynay olmaymiz-da. Yuringlar, o'zimizni Koptogimizni izlaymiz. Shoshmanglar, kutilmaganda yomg'ir yog'sa nima bo'ladi? Ko'ldagi suv ko'paysa tipratikanlarni oqizib ketadi-ku. Voy, Nimadir qilmasak bo'lmaydi. Katyadan so'rashimiz kerak. U tabiat haqida ko'p narsani biladi. Shu yerda turinglar. Men hozir qaytaman. Katya, yordaming kerak. O'rmondan tipratikan va uni bolalarini topib oldik. Ularning uyini ko'l oqizib ketishi mumkin. Qanday dahshat! Tezroq ko'rsat, qayerda ular? Xo'sh, qanday muammo bor?
Agar suv ko'payadigan bo'lsa, ko'l tipratikanlarni oqizib ketadi. Balki ularni uyini boshqa joyga ko'chirarmiz. Ularning uyi shu yerda. Tipratikanlarni tinchini buzolmaymiz. Lekin menda bir reja bor. Tipratikanlarni ko'tara olmasak ham, ko'lni ko'tarish mumkin. Qanaqasiga axir? Bu oson. Biz to'g'on qursak, suvni yo'nalishi o'zgaradi. Turbozavrlar, olg'a! Tor, sen shu yerda yangi kanal qaziysan. Trak, o'rmondan qurigan daraxtlarni to'pla. Ular to'g'on uchun kerak. Aha. Bo'y, qumni mana bu tomonga tashlaysan. Aynan shu yerda to'g'on bo'ladi. Trak, Anki, yog'ochlarni taxlang. Qoyil maqomish. Katya, senda tug'ma quruvchilik qobiliyati bor. Ha, men hammasini suratga oldim. To'g'on tayyor. Suv yo'nalishini o'zgartirdi. Qanday yaxshi. Endi esa koptog'ni topishga ketishimiz kerak. Koptogingizga nima bo'ldi? U qochib ketdi. O'yinni davom ettira olmaymizmi endi? Albatta davom ettirasizlarda. Trek zarba beryapti. Zarba! Darvozabon to'pni to'sdi. Voy, Do'stlik g'alaba qozondi.